Qo'ling shirinda. Rosa maqtadingiz, mayli, yana bitta oling. Rahmat. Yeb olay shuni, yana olaman. Ana issig'ini ber. Xo'p, hali pishmadi bu. Juda ham zo'r chiqibdi. Mazali. Qani. Mana sevgi qanaqa bo'ladi, sohiba? Seni ering hech qachon seni sevmagan. Sen bunaqa mehrni ko'rmagansan. Doim seni turtkilab kelgan. Hormayla. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Hali yuzimni yumadim. Tinchlikmi? Ertalabdan er-xotin birgalashib oshxonada ishlab qopsizlar. Shu sizga nonushta tayyorlayotgandik, oyijon. Voy. Yeb qo'ydingizmi? O'zi bittagina yedim-ku, Maftuna. Oyijonga pishirganman-ku. Yana pishiramiz. Mayli, osh bo'lsin. Yevur bolam. Men baribir ertalabda quymoq yemayman. Oyijon, men qilgan quymoqni mazasini tatib ko'rmaysizmi? Oy, yeb ko'ring. Zo'r chiqqan. Men yeb ko'rdim. Ha, mayli. Keyin yeb ko'raman. Hali yuzimni yumadim. Oyijon, ko'ryapsizmi? Keliningiz siz uchun ertalabdan turib nimalar pishiryapti? Hammasi siz uchun. Bu kunlarni orzu qilmaganmidingiz? Bilasanmi? Oyim shu kunlarni qancha orzu qilib kutgandilar. Esingizdan moya ish qilib, seni uylantirsam, mana shu kelinni kichkina qo'lchalardan choy ichaman degandingiz. Shu kunlarni duolaringizda so'raganmidingiz? O'sha kunlar keldi, oyijon. Ha, rosa so'raganman. Yolg'iz o'g'limni rohatini ko'ray deyman-da. Mayli, yuzimni yuvib chiqay. Nonushta qilamiz. Qani qizim, ye qochi. Shirin akammi? Asal qizim. Mana, kompot ham bering. Aha. Hozir. Mana. Qani ichinchi? Qorning to'ydimi? Ha. Qo'lingni yuvib, xonaga kirib, uxla, xo'p? Ha. Bora qol qizim.